Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bahor ayyomlar muborak bo'lsin. Mart oyi O'zbekistonda milliy qadriyatlar oyligi. Qadriyatlarimizga mana bu kitoblar ota-bobolarimiz juda ko'p nodir durdonalar qoldirishgan. Ularni o'qib o'rganishimiz kerak. Shu o'rinda mana bu Chingiz Aytmatovning Qiyomat romanini sizlarga tavsiya qilaman o'qishinglarni. Juda ham chiroyli, tabiat bilan insonning bog'liqligi, uzviyligi haqida, o'sha bo'rilar hayotidagi bir-biriga bo'lgan sadoqat haqida juda katta mavzular yoritilgan. Men institutda o'qib yurgan paytimda mana shu asar qahramonlaridan birini rolini sahnada gavdalantirganman. Avdiy Kalistratov rolini Dilshod Kattabekov ham o'ynagan. Bu Lyonka, kichikina Lyonka degan bolakay bo'ladi. Yetimxonada o'sgan bola bo'ladi. Shu kursdoshlarimiz buni Nodira Mahmudova ustozimiz sahnalashtirganlar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan. Hammaga omad. Kitoblarni faqatgina shunchaki emas, qiziqib, tarixi bilan qiziqib, nima uchun yozilganiga qiziqib o'qish kerak deb o'ylayman. Hammaga omad. Sog' bo'linglar.